Короче, men ajrashmoqchiman. Bu harom oila bilan bekor uylanganimdan afsusdaman. Xullas o'shani mana bugun xalqqa ham aytmoqchiman xullas. Ya onang etdan tarqagan haromi, chort namanganlik, musorlar bilay. Bilmay uylanib qo'yman. Men o'zim Xonanda Jasur Umirov turmush o'rtog'i bilan ajrashmoqda. Bu haqda u o'zining Instagram sahifasida jonli efir paytida aytib o'tgan va jonli efir paytida ular hattoki janjallashib qolishgan. Xabaringiz bor, 2025-yilning 20-sentyabr sanasida ular qiz farzandli bo'lgan edi va undan oldin o'g'il farzand ko'rgan. Ularning bir o'g'il va bir qiz farzandlari bor. Chetdan qaraganda hamma ularga havas qilar edi va baxtlaringga ko'z tegmasin deya yozishgan edi. Balki ko'z tekkani shudir. Xabaringiz bor, Jasur Umirov bu ayoliga uylanishdan oldin samarqandlik qizga uylandi degan mishmishlar bolalagan edi. Ularning ajrimini eshitgan xalq jonli efirda ba'zilar Jasur Umirovni qoralamoqda, ba'zilar esa ayolini, chunki tasodifan ayol ham kirib qolgan va turmush o'rtog'ini so'ka ketgan. Ayoli hijobda bo'lganligi uchun ko'p malomatga qolib ketdi.